Anarkot? Anarkot her hafta bir kadın yanında. Mening eng yaxshi ko'rganim bo'lsa shu bir muhabbatlashish nagina bo'lsa muhabbatning gapini qiqilib turgan ba'zi bir odamlar. Masalan, men qahva ichishni shunday yoqtirib qoldim. Mening muhabbatim shu kunda degan 5 vaqt qahva ichishimizda qat'iy turolmaydi. Ay, mushu tez tomoqxonaning xili muhit yaxshiga tomoqlarimiz xil o'xshaydi ekan, a? Va mening ayolimning tomoqlari dehshat o'xshaydi jmo. Men aroq ichamayman. Vi, mening erim dehshat aroq ichib qo'ydi ekan, bir kun aroq ichishni turolmaydi. Mushtoq odamlarga deydiganim, mening nima ko'rim? Sizning eringiz ichalamdi yoki xotiningiz tomoq ichalamdi? Mening nima chatigim? Men bilan aloqasi bormi? Atrofimizda yana ba'zi bir do'stlarimiz bor bo'lib, bu muhabbatlashib olsa, mijozi tub o'zgarib ketadigan. Yeng, masalan, bu yoy neyron to'la tegmoqdimi? Ajam chanaydi. Biray shundan bo'lsa tirik tam qilma, tirik tam turib aytib tegman. To'xtatda telefon kelib qoldi, telefon qarash bo'p tegmaydi, men bilan. Voy jinim. Shu do'stlarim bilan bo'lishib o'tag'adi. Ha, bo'ldi bitta telefon qo'ya. Xo'sh. Bunda odamlar ortiq olmasa cho'qim zoya ketadi. Sizning atrofingizda mush ommaviy so'rovlarda bir-biriga tomoq yegizib qo'ygan oshiq mashq do'stlaringiz bormi? Masalan, keling'ajini og'zingizni iching'a tomoq yegizib qo'ya, og'zingizni iching'a puling'a jinim puling'a. Nimaga? Ommaviy so'rovni bir-biriga aglab deyish. Tomoq yegizib qo'yish shunchalik cho'ng ishmi? Bek no'shingiz po'qnali yegizib qo'yamamsa. Yana ba'zi do'stlarimiz bor, qachon qarsa bizning mush oylik ketaymi, ketmaymi deb savol so'raydi. Odash, u mendan oylik ketaman deydi. Biz oylik ket. Lekin men uni chidamayman. Biz oylik ketma. Lekin uni opsini faqat yoqtirmaydi ekan. Biz oylik ket. Lekin men uni yaxshi ko'radigan do'stim. Biz oylik ketma. Voy jamasa orqadan qilma bir gap defagina. Ay, uni desam, buni desam, buni desam, buni desam, uni desam, nima deyman? Oylik ketsam yo'q desa, oylik ketmasam yo'q desa, nima deyman sen sana? Nima chiqsan qilib ishni qilmaydi oldi. Yana ba'zi do'stlarimiz bor, shu do'stlarimiz bilan shu chiqqan vaqtda shu bilan o'tirib paranglashmasak, muhabbat bilan paranglish shunchalik yaxshi ko'radigan. Voy jinim, shu ishni qilmadim. Shu o'tlardan tomoq yeyapsiz-ku. Men sizni shuncha sevib ketdim. İşte vaqtda telefon atlam çık aytib keladi. Muhim bo'lgani uni muhabbat bilan paranglashgan emas, u meni tomoq chaqaga tursa, men chaqirib qo'yib muhabbat bilan paranglashanda. Do'stlarimizga bir ishlarda sizga maslahat berishiga yaxshi ish, lekin hamma ishning mukammal bo'lib ketishi notoyib. Adash aytadiki, o'g'il do'stimni tug'ilgan kunga sen nima qilsam bo'lar? Atir, yo'q, bek oddiy bo'lib qoldi telefon. Bir qimmat bo'lib ketdi. Chaqa. O tomoq chekmisa, ana qanday qilsam qilmasan olam bilmadim men. Bijon, ishlarni qilmay deb bera, o'ta o'yishqa nima qilsam bo'lar? Mening bekor vaqtim shunchalik ko'p. Biroq bekor vaqtimni ichidagi 1 minutimni bundan notoyib ishlarga hargiz sarf qilgim yo'q. Yana bunda odamlar bor. O'zi muhabbatlashib, boshqalar muhabbatlashmasa hayron qolgan. Sizning muhabbatingiz yo'qmi? Nechi gap, u yaxshi ko'rgan odam chiqmaydi degan gap. Voy, menga muhabbatlash shunday yaxshi bo'lmasa, muhabbatlashib tezroq. Qancha yaxshi ko'rdingiz, siz tezroq muhabbat tutinglar. Bunisi qayerga ketsiz, jimim sizga qo'yay. Ay, bo'lmasa men tiprayman sizga. Qaq muhabbatlashimda, muhabbatlashmamda sizning nima ko'ringiz? Siz bilan aloqasi bormi? Nochi bo'lsa siz muhabbatingizni o'tinib bermay haqqa. Yana atrofimizga ba'zi do'stlarimiz bizni bek xalqisi o'qishib qoladi. Mening bir do'stim bor, doim yerimga telefon qilmoq da'dim to'kadi. Ay, adash. Men o'g'il do'stim bilan urushib qolgandim. Undaq dedik, men undaq dedim. Ana u undaq qilgandik, men undaq qildim. Ikkimiz buni deyishgan. Sen de bakayım qanday qilay. Men unga to'xtamay 2 soat tasarruf bermanda. 2 soat. Ha, maqul. Bu adash uyqum keldi. Xo'sh. Hey, sen uxlasan meni uyqum keldi ba? Men uxlamamdi. Lekin buni odamlar siz bir ish bilan izlsiz, hargiz qarab qo'ymaydi. Bir kun men do'stimga uchur yozdim. Bo'lgan bitta ko'ngilsizlik gaplarini hammani deb berdim. Lekin uni men qaytargan javob. Ha. Oysama. Ha. Ay, men sana bitta sen mush menga qolgan bitta dardlarimni to'kibsan, vaqtda men anglabasam, ajban men sana gap qilgan vaqtim, sen men qaytargan javobim faqat bir yozga. İşkin senlik do'stim yo'q. Yo'q. Amaliyotda ular neyimiz kam bo'lsa shuni deydi. Haqiqiy muhabbatlashganlar bo'lsa faqat o'zlarini bilishadi. Men Almira, kelasi soniki yangi temalar qiziqsiz anarkotning vaqtiga erishishni unutib qolma. Xayr xo'sh. Anarkotning yangi sonlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, izlash app'dan tushirib I'm growing like a seed. Rain's been falling on me. I've been covered in cold. I've been shrouded in doubt. My heart is on a wire, sitting pretty like a bird. But the hunter is out, and the eagle has heard the word that I feel it all. Yes, I can feel it all. I'll look into the sky, and I'll be listening to the stars, and they'll be thinking of you. Aslanga men qahva ichishni shunday yaxshi ko'rgan bo'lib qoldim desam emas. Unda qadam nima qilib qoldirsam ama? Shuni qilsam dala. O meni tomoq chaqirgan tursa, o meni tomoq chaqirib qo'yib turib muhabbati bo'lib. Buni odamlar menga juda kam qolgan. Meni qiz do'stimning nima qara meni sen bilan